esa mani kichkina jajicha o'g'limni Ispaniyasi. Opa. Da. Bu yerda uni Sanuzova. O'ziniki? Da. O'zini Sanuzova. Shu yerda mana jaji o'g'ilcham shu yerda uxlaydilar. Garderobi ham bor ekan o'zini. O'zini garderobi bor. Voy. Bilarmikan qatta tug'ilganini kim oilasida? Necha oy o'z? 3 oy. 3 oy. 3 oyda garderob. Da. Bu ham sezonniy kiyimlar, unga to'g'ri keladigan kiyimlar. 3 oyda mana Nike bor ekan o'sha. Gapi brendovый kiyimlar. Emporio Armani kiyar ekan. Qo'y. Albatta bu yerda ham kiyimlar juda ham ko'p. Oho. Bular esa plyonkalari hammasi. Uzoq turgan farzand hech nima ayarmaydi. Отдельный xona farzandim uchun o'ynaydigan. Mana shu yerda farzandim bilan shug'ullanishadi. Shu yerga esa massajist keladi, massaj oladi farzandim. Polностью men kitoblar olib berganman, chunki men ko'proq farzandimga kitob o'qitaylar deyman. Multiklar ko'rsatmasdan televizorda albatta mana shunaqa kitoblarni o'qib, gaplashinglar ko'proq, kitoblarga mehr muhabbati uyg'onish kerak deb o'g'limga gap yo'q,